Assalomu alaykum do'stlar, vatandoshlar. Mana biz bugun hozir Jizzax viloyatidan Sirojiddin Odilovni Sirojiddin media institutidan qaytayotgandik. Yana shu bizga murojaat bo'lyaptiki, Chilonzor tumani, Toshkent shahri, Chilonzor tumani Tirsakobod mahallasida mana 9 soatdan beri svet yo'q ekan. Mana hozir Stalbalada svet bor deyishingiz mumkin, bu ham o'chdi mana to'g'risi. Bu Toshshahar Nurriga ekan, bu ham mana o'chdi hozir. Umuman mana shu xonadon, atrof to'la uylar, mana shu mahalla 9 soatdan beri svetsiz. Mana hozir o'sha kerak bo'lsa xolodilnikda joylashgan mahsulotlar ham aynib qolyapti degan bir e'tirozlar bo'lyapti. Bu haqli e'tiroz. Agar buni ta'minlash, iste'molchiga mahsulotni sifatli darajada ta'minlab berish bu vazirlikni yo o'sha deylik vazirlik bo'lmasa shu Toshkent shahar mas'ullarini qo'lidan kelmayotgan bo'lsa, demak, qo'ldan keladigan ishni qilish kerak. Non yopishni o'rganish kerakmi, somsa pishirib sotish kerakmi? Bu odamlarni buna qiynamaslik kerak. Mana hozir o'zimizda ham Sergeli tumani Xonobod mahallasida ham konditsionerlarimiz umuman ishlamayapti. Kecha tekshirib ko'rsak 170, 180 kW. Vaholanki biz 220 vodga pul to'layapmiz. Biz to'layotgan pullarimiz evaziga berilayotgan, iste'mol uchun berilayotgan svetlar nima bo'lyapti? Sifatsiz bo'lyapti. Va bu sifatsiz pullar mahsulotlarga biz pul to'lashga yana majburmiz. Endi hammaning ham imkoniyati yo'q. Sonishli batareykalar qo'yib olib, uydagi sharoitlarni qilib, o ko'p qavatli uylar bor, boshqa bor. Mana boya Sardor Sharafov Instagram sahifasida aynan shu mavzuda qilgan bir efirni ko'rdim. Hissiyotga to'la efir bo'lgan, lekin u hissiyot har doim ayblaymiz. Hissiyotlar nimadan paydo bo'ladi? O'sha darddan, ya'ni muammodan, yechilmayotgan muammoni evaziga hissiyotlar yig'iladi va u o'zining emotsiyalarini ko'rsatishga majbur bo'ladi inson. Men o'zim bosib olib hozir gapirishga harakat qilyapman. To'g'risi, meni ham bu masalada o'zi yetarli darajada hissiyotlarim bor. Lekin 9 soatdan beri svetsiz, mana bu kunda issiq. Men o'zim uyda mana o'tirsam, 1 soat, 1,5 soat konditsioner yo'q xonaga kirib o'tirishga iloji bo'lmayapti, mazam bo'lmay qolyapti. Men o'zim bo'lsam yoshman, sog'lomman, Allohga shukr, lekin o'sha issiq darajasi shu darajada ko'tarilgan. Na qishda svet bilan ta'minlash sifati, na yozda bu to'layotgan, odamlarni to'layotgan milliard pullar evaziga sifatli svet bilan ta'minlash imkoniyati yo'qmi? Hurmatli vazir, elektr energiya vazirligining vaziri, yo'qmi imkoniyatingiz? Yo'q, bunga pul bor. Tushib turibdi, har kuni tushib turibdi. Iste'molchi oldindan pul to'lamasa svet yo'q. Bor pullar evaziga mana shu sharoitni yaratish qanchalar qiyinmi shunchalik? Masalan, deylik, xususiy tadbirkorlarni ko'ramiz, yo'q, xususiyga berib yuborish kerak buni. Xususiy tadbirkorlarni ko'ramiz, gullatib yashnatadi joylarini. Nimaga bu holat juda qiyin muammo sizlarga? Yo, mutaxassis yo'qmi shu darajada mashlarni va mana oldini oladigan. Mana ko'p qavatli uylar qurilish kerak, aholi soni ortib boryapti. Biz statistika tarafidan ham buni qo'llab-quvvatlaymiz. Ko'p qavatli uylar oydan oyga qo'shilib boryapti. Oydan oyga. Hozir yana Toshshahar Nurri svet keldi. Xonadonlarda yo'q mana. Xonadonlarda svet yo'q. Bu stalbalar uchun Toshshahar Nur svet bilan ta'minlangan u bor. Endi telefon agar bu narsalar qo'lingizdan kelmayotgan bo'lsa, nima qilasizlar bu maydonda o'zingizlarni ko'rsatib? Men o'sha remont qilayotgan hozir bir joyga bordik, o'shadan turib efir qilgim kelmadi. Sababi ular ham bizga o'xshagan oddiy odamlar. Ular pulni olmayapti, pulni yig'mayapti, pulni taqsimlamayapti. U oddiy oylik ishlayapti, boradi, qayerdadir bir narsa portlab ketadi, uni remont qiladi. Hamma gapni o'shalar eshitadi odamlardan. Lekin xonada o'tirgan shu kattakon akalarimiz nimagadir jim. Nimaga jimsiz? Nima uchun chiqib rasmiy bayonot bermaysiz? Nima uchun chiqib uzr so'ramaysiz? To'lanayotgan pullar evaziga eplolmayotgan ishlar, xizmatlarni siz gapirib uzringizni so'ramaysiz. Nima uchun? Bu pullarning hisobotini ham o'z aslida berilish kerak. Qancha pul tushdi, u qayerga ketdi, nimaga ketdi? Deputatlarga berasizlar, ommaviy axborot vositalariga ham beringlar, buni bilsin odamlar ham. Har yilda yo oyda kvartalniy hisobotinglar bor deputatlarga.
Lekin sizlar chiqib ommaviy axborot vositalari oldida ham beringlar. Mana Ichki ishlar vazirligi ommaviy axborot vositalari bilan hisobotlashyapti. Boshqa mana bir tashkilotlar bor hisoblashayotgan namuna bo'la oladi. Lekin sizlarchi? Sizlar qachon bu ishlarni qilasizlar? Qachon qo'rqmasdan chiqib, mana shu masalada masalan chaqirib ommaviy axborot vositalariga shaxsan taklifnoma berib chaqiringlar. E'lon qildik deysizlar. Endi vazirlik ko'p, boshqa ko'p e'lon berasizlar, uni hamma ham har doim ham ko'ra olmaydi. Kuzatiladigan, qilinadigan ishlar ko'p. Shuning uchun taklifnoma asosida chaqirib, bir mana do'stlar, kelinglar, mana shu masalada biz izoh bermoqchimiz deb chaqiringlar, boramiz. Borib shu holat, siz agar faktlaringiz, dalillaringiz, gapirayotgan, shu keltirayotgan faktlaringiz asosli boshqa bo'ladigan bo'lsa, masala yo'q, biz uni ham o'rtamiz. Lekin sifatsiz svet evaziga qiynalayotgan odamlar soni ortib bormoqda. Ko'p qavatli uylar qurilib qo'shib borilyapti, lekin tokni quvvatiga quvvat qo'shadigan yangi bir loyihalar amalga oshirilyaptimi yo'qmi degan savol qo'ydik. Nima uchun o'sha bitta joyda masalan o'sha transformator deylik, mayli, men tushungan tilimda ayting. O'sha transformator qizib yonib portlab ketadi. Sababi nima buni? Menimcha, men o'ylashimcha, sababi yuklama ko'p. Yuklama ko'p bo'lgandan keyin portlaydi, qisiydi, boshqa qiladi, ko'tarmaydi. Keyin boya bir joyda eshitib qoldim, Sardor Sharof Instagram sahifasida efir qilgan ekan, o'shanda konditsioner ishlatmaylar deydi. Iste'molchiga cheklov qo'yishga hech kimning haqqi yo'q. Konditsioner ishlatadi. Unda konditsioner sotmasin, cheklov qo'ysin. Plita ishlatadi. Yo o'sha kerakli, men hozir mana yangi qavatli, ko'p qavatli uylar qurilyapti, u yoqqa gaz berilmayapti. Svetga ulanadi. Endi nima bo'ladi yana? Yana ahvol og'irlashadi, demak siz tomoshabin bo'lib turaverasizmi? Yo'q, og'aynalar, sizlar harakat qilishinglar kerak, ishlashinglar kerak. Bu uchun sizlarga yetarli darajada imkoniyat yaratildi. Davlat tomonidan ham, xalq tomonidan ham. Sizlar qo'ygan limitlar kerak bo'lsa ortig'i bilan oldindan to'lanyapti sizga. To'lanmasa yo'q svet. Hech kim qarzi bor xonadonni kelib, men senga svet ulab beraman demayapti. Endi bunaqa ekan, siz ham o'shanga yarasha ishingizni qilib qo'ying, og'ayni. Bu muammolarni yechish kerak bugun. Ertaga mana ha demay bir pasda yoz tugaydi, kuz keladi, qish keladi. Nima deymiz? Anomal sovuq. Va anomal sovuq oqibatida odamlarning uyida yana svet. Bu yana bo'lib ham Toshkent shahar Chilonzor tumani. Mana yana yon qo'shni Sergeli tumani. Mana shunaqangi muammolarga duch kelib turibdi. Boshqa tumanlarda ham bo'layotgandir endi. Biz bilgan qo'limizda bor faktlarga asosan tayanib aytayotgan tumanlar. Bu ishlang endi ozgina. Qiynang o'zingizni. Balkim sizni umuman ish qilmayapsiz, boshqa demayapmiz, balkim zo'r ishlar ham qilayotgandir sizlar. Lekin natija kerak. Natija bugun kerak. Natija, hurmatli prezidentimiz ham aytadilar. Menga natija kerak. Prezident xalq sayladi. Xalqqa ham natija kerak. Albatta prezident xalqqa o'ylab natija kerak deb turibdilar. Sizlar shu natijani amalda ko'rsatinglar, baraka topkur. Hisobotlarda, qog'ozlarda emas. Mana amaldagi holat. 9 soatdan beri svet bo'lmasligi qanchalik yaxshi. Qancha xonadonlar svetsiz o'tirib, qiynalib, o'sha mahsulotlar aynib, bola chaqasini rizqi-ku o'sha. To'lab berasizmi? Yo'q. Chiqib uzr so'rang qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib bu holat uchun. Tegishli mas'ullar. Endi boshqa tumanlardan ham mana yana qancha odamlar murojaat, men har bir murojaatni olib chiqmayman, sababi bu faqat negativ, oxiri ko'payib ketgandan keyin olib chiqamiz, yechsin bu masalani. Mana svet ketdi, xolodilnigim kuydi deydi. Svet ketdi, televizorim kuydi deydi, konditsionerim kuydi deydi, boshqa deydi. Bularni ham siz qoplab bermaysiz-ku axir. Borsa eshikni kalishini to'g'irlab jo'nataverasiz. Men eshitmadim hali elektr energiya vazirligi yo tizimidagi mas'ullar fuqaroni sifatsiz svet natijasida kuygan texnikasini pulini to'lab beribdi deganini men eshitmadim hali. Lekin bunaqa e'tirozlarni ko'pini eshitib qo'yamiz. Bu odamlarni qiynayotgan bugungi kundagi mavzu. Xohlang yaxshi ko'ring, xohlang yomon ko'ring. Bu hozir chiqib gapirishimiz sizga oyna. Xohlasiz oynaga qarab, o'zingizga xulosa qilib shu muammolarni yeching, xohlasiz davom eting.
va norozilik kayfiyatini ko'paytiring. Prezident olib borayotgan ishonchlari, berayotgan imkoniyatlarini suiiste'mol qiling. Haqqingiz yo'q bunaqangi sharoitda bunaqangi suiiste'mollikka yo'l qo'yishga. Kim bo'lsangiz ham. Shuning uchun do'stlar, bu holatga biz jim qarab tura olmadik. Oxiri buni kimdir yechish kerak-ku axir degan bir fikr keldi. Shuning uchun hozir bu bo'yicha o'zim fikrlarimni bildirmoqman. Agar gaplarimiz noto'g'ri bo'lsa, bemalol tanqid qilsangiz ham rozimiz. O'rganib qoldik tanqidlarga. Ana qora komandalar bor, chiqib bo'xton ag'daradi. O'zi biron bir odamlarni dardini ko'tara olmaydi-yu. Ularga ham tayyormiz. O'zi aslida men unaqalarga tupurib qo'ygan joyim bor. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'ylaymizki, rasmiy munosabat bera olasiz. Mana shu odamlardan chiqib uzringizni so'rab, mana bu muammoni yechimini topib, qishga sifatli svet bilan boramiz degan katta ishonchimiz bor. Sog' bo'linglar.